Kepinek effekti degan zat nima? Biz buni g'arb sayohatdagi Sunokoning hikoyasi bilan birlashtirib so'zlaymiz. Kepinek effektida tropik va yomg'irliq o'rmonlikda bir kepinek qanot qoqsa, Jungoninki dengiz bo'yi rayonlarda tayfun bo'rini ko'rilish mumkin deb tushundirdi. Bu nima degan gap? Masalan, biz g'arb sayohatdagi Sunokongni misolga olib boqaylik. Sunokong to'rilgandan keyin buningki nihoyat cho'ng shunda ovoz chiqib portlaydi. Bu vaqtda Yorun Sulton buning ovozini anglab cho'chib ketdi. Nima shopdi degandan keyin mashunda bir tosh maymun paydo bo'libdi deydi. Bo'pti, unda bo'lsa u o'zining yashaydigan yashavasin deb buningga hech qanday pisand qilmaydi. Keyin bu maymun gumplan ugundi, o'lmaslikning amollarini o'rgangandan keyin endi erishni balmon qilishni boshlaydi. Eng oldi bilan Yamarajaninki ordusini qalaymagan qildi. Shuning bilan buni tutib chiqib, bunu so'rab, bo'pti, buni kechirib o'tla deb buning amal berdi. Amal bergandan keyin amalni yaratmay, yana shu o'rdiki, yana erishdiki, nihoyatda bir yuzuba song'un bilan urushib tushib ketdi bu. Uni bo'z ketdi. Uningdan keyin yana buning oldiga berib, buni yana kechirim qilib, buningga Chitiyandoshing, ya'ni Avliyo Azam degan nomni berdi. Avliyo Azam degan nomni bergandan keyin bu yana qaytadan xatolik o'tkazib, oxirida erishni malmon qilishdek bir cho'ng ofatninki iltiziga aylandi. Demak, endi shu ahvollardan biz nimani his qilamiz degan vaqtda ma'lum bir savallik qaytilniyversa, u kichikdek ko'ringan bilan oxirida cho'ng bir oqibatni olib keladi degan gap. Shunga agar sizning odatingizda yoki kunda o'tkazayotgan ishlaringizda to'xtamay xatolik sodir bo'layotgan bo'lsa, yoki ma'lum bir ishda to'xtamay xatolik sodir qilayotgan bo'lsangiz, buningga qat'iy sal qaramang. Buni chuqur vaqtda tuzding. Bu yig'ilaversa balkim ajoyib cho'ng siz qabul qilolmag'idek xatolikdan birini yoki cho'ng bir mushkullikdan birini sizga keltirib qo'yish mumkin. Agar do'stlar texmi yorqin yaxshi mazmunlarni anglamoqchi bo'lib qolsanglar, qo'shish belgisini besib meni qo'shib o'ringlar. Mushu do'stlarning orasida nutq o'rganishni o'ylashayotgan, so'zlash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsa, ayrimxona uchur qilinglar. Biz maxsus nutq so'zlash qobiliyatini oshirish, gap qilish mahoratini o'rgatish jihatda sistemalik 6 oy tarbiyalaymiz.